Biz darhol Isroildan uzoqlashishimiz kerak. Taker Carlson. Isroilning Livanga qilgan hujumida Belgiya tashqi ishlar vazirining o'lishiga bir bahiya qoldi. Hizbulloh sulh buzilganiga javoban Isroilga zarba berganini ma'lum qildi. Eron Hormuz bo'g'ozini yopdi. Mintaqada keskinlik yanada kuchaymoqda. Tramp: NATO bizga kerak bo'lganda yordamga kelmadi. Tanlov qilishlari shart. Aroqchi AQShga ultimatum qo'ydi. Endi esa batafsil. Ro'za oyida nega vulkan mahsulotini iste'mol qilish kerak? Chunki organizm tozalanish mobaynida vulkan mahsuloti ta'sirlari boshqa oyga nisbatan kuchliroq va tezroq bo'ladi. Prostatadagi yallig'lanish, achishish, og'riq, peshobga tez-tez qatnash va jinsiy zaiflikni samarali davolaydi. Xabarlar o'z nomidan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmalarga ega bo'ling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Biz darhol Isroildan uzoqlashishimiz kerak. Taker Carlson. Netanyahu Bayrutga terroristik hujum uyushtirdi. Attalli. Ya Allah, ya Allah. Va Trampning sulh bitimini barbod qildi. Biz darhol Isroildan uzoqlashishimiz kerak, deb yozgan amerikalik jurnalist. Shuningdek, Carlson nima sababdan Isroil AQSh ustida bunchalik katta ta'sirga ega ekanligi haqida savol berdi. Nima uchun AQSh o'zining kichkina qo'g'irchoq davlati Isroil ustidan nazoratni o'z qo'liga ola olmaydi? Nima uchun bu masala hech qachon ko'rib chiqilmagan? Uning so'zlariga ko'ra, AQSh bu urushga Isroilning talabi bilan kirgan va endi Isroilning xatti-harakatlari tufayli undan chiqa olmayapti. Hizbulloh sulh buzilganiga javoban Isroilga zarba berganini ma'lum qildi. Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi Livanning Hizbulloh guruhi payshanba kuni erta tongda AQSh va Eron o'rtasidagi sulhning buzilishiga javoban Isroilga raketa zarbasi berganini e'lon qildi. IFP agentligining Hizbulloh bayonotiga tayanib xabar berishicha, dushman tomonidan o't ochishni to'xtatish kelishuvi buzilganiga javoban guruh Livan bilan chegara yaqinidagi Isroilning Manara raketalarini o'qqa tutgan. Avvalroq Hizbulloh chorshanba kuni Isroilning Livan bo'ylab bergan yirik zarbalarga javob qaytarishga haqli ekanini aytgandi. Livan davlat tuzilmalari ma'lumotlariga ko'ra, ushbu hujumlar oqibatida 182 nafardan 254 nafargacha inson halok bo'lgan. Bu voqealar AQSh prezidenti Donald Tramp Eron Hormuz bo'g'ozini kemalar qatnovi uchun ochishi sharti bilan Eronga nisbatan 2 haftalik o't ochishni to'xtatish rejimini e'lon qilganidan keyin sodir bo'ldi. Biroq Isroil hukumatining ta'kidlashicha, o't ochishni to'xtatish tartibi Livanga taalluqli emas. Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir Qolibov Livanga berilgan zarbalarni sulhni buzilishining bir qismi deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu holat shanba kuni 10-aprelda Pokiston vositachiligida o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lajak muzokaralarni mantiqsiz darajaga olib kelishi mumkin. Isroil mudofaa armiyasi hozircha Hizbulloh tomonidan o'qqa tutilish haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Isroilning Livanga qilgan hujumida Belgiya tashqi ishlar vazirining o'lishiga bir bahiya qoldi. Belgiya tashqi ishlar vaziri Maxim Prevost 8-aprel kuni Livanga rasmiy tashrifi chog'ida Isroil hujumining qurboniga aylanishiga sal qolganini aytdi. Prevostning so'zlariga ko'ra, Isroil mudofaa kuchlari vazir Livan prezidenti Jozef Aoun bilan uchrashayotgan paytda oldindan ogohlantirmasdan Bayrutga katta zarba berdi. Muzokaralar raketa hujumi sodir bo'lgan joydan bir necha 100 metr narida joylashgan elchixonada bo'lib o'tgan. AQSh, Isroil va Eron o'rtasidagi sulh Livan ham qamrab olish kerak, deb ta'kidladi Belgiya tashqi ishlar vaziri. Prevost Livan hukumatini qo'llab-quvvatlash, Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi mojarodan jabr ko'rgan oilalar bilan birdamlikni bildirish uchun Bayrutga keldi. Eron Hormuz bo'g'ozini yopdi. Mintaqada keskinlik yanada kuchaymoqda. Eron Isroilning Livan hududiga kirgan hujumlaridan so'ng strategik ahamiyatga ega bo'lgan Hormuz bo'g'ozi orqali kemalari harakatini to'xtatdi. Bu haqda Fars axborot agentligi xabar qilgan. Manbaga ko'ra, mazkur qaror mintaqada harbiy-siyosiy vaziyat keskinlashgan bir paytda qabul qilingan. Hozircha rasmiy Tehron bu borada to'liq bayonot bergani yo'q. Ammo kuzatuvchilar bu qadamni bosim vositasi sifatida baholamoqda. Hormuz bo'g'ozi jahon neft ta'minoti uchun eng muhim yo'laklardan biri hisoblanadi. U orqali kuniga millionlab barrel neft tashladi. Shu bois uning yopilishi nafaqat Yaqin Sharq, balki butun dunyo bozorlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bu qaror global energetika bozoridan narxning keskin oshishiga, dengiz logistikasida uzilishlarga va xalqaro savdoda qo'shimcha xavflarga olib kelishi ehtimoldan xoli emas. Ayni paytda mintaqadagi vaziyat Isroil va Eron o'rtasidagi ziddiyat
vaziyat yanada chuqurlashib borayotganini ko'rsatmoqda. Livandagi so'nggi hujumlar esa mojaroning kengayish xavfini oshirgan. Xalqaro hamjamiyat tomonidan vaziyatni deeskalatsiya qilishga chaqiriqlar yangrayotgan bo'lsa-da, hozircha keskinlik pasayish alomatlari kuzatilmayapti. Tramp: NATO bizga kerak bo'lganda yordamga kelmadi. NATO bosh kotibi Mark Rutte bilan muzokaralardan so'ng AQSh prezidenti Donald Tramp yana bir bor alyansning Grenlandiya maqomi bo'yicha ichki kelishmovchiliklarini ta'kidladi. Amerika yetakchisi o'z bayonotini TC sahifasida e'lon qilgan. NATO bizga kerak bo'lganda yordam bermadi va yana kerak bo'lsa ham yordam bermaydi. Grenlandiyani, bu katta, yomon boshqariladigan muz bo'lagini unutmang. Tramp Rutte muzokaralari Trampning mamlakatning NATOdan chiqishi ehtimoli haqidagi bayonotlari fonida bo'lib o'tdi. Avvalroq ikki tomon Hormuz bo'g'ozida xavfsiz navigatsiyani tiklashni muhokama qilgani haqida xabar berilgan edi. Avvalroq ABC telekanaliga bergan intervyusida Amerika yetakchisi Washingtonning NATO hamkorlarini Eronga qarshi harbiy operatsiyaga qo'shilishga chaqirig'i NATO uchun sinov bo'lganini, ammo blok muvaffaqiyatsizlikka uchraganini aytgan edi. Tanlov qilishlari shart. Aroqchi AQShga ultimatum qo'ydi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSh Isroil bilan hamkorligi borasida yakuniy to'xtamga kelish kerakligini ma'lum qildi. Bu haqda u 9-aprel kuni o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozgan. Aroqchining so'zlariga ko'ra, AQSh Yaqin Sharqda o't ochishni to'xtatish yoki Isroil vositasida harbiy mojaroni davom ettirishdan birini tanlash kerak. Eron va AQSh o'rtasidagi o't ochishni to'xtatish kelishuv shartlari aniq va tushunarli. AQSh tanlov qilish kerak. O't ochishni to'xtatish yoki Isroil orqali urushni davom ettirish. Ular har ikkisiga bir vaqtda erisha olmaydilar. Shuningdek, uning bildirishicha, dunyo Livandagi ommaviy qotilliklarni kuzatib turibdi. Endi to'p AQSh tomonida va dunyo ushbu mamlakat o'z majburiyatlarini bajarishini kuzatmoqda. Eronning AQSh bilan kelishuv rejasining 3 bandi allaqachon buzildi. AQSh bilan yaqinlashib kelayotgan tinchlik bitimi bo'yicha muzokaralar uchun asos bo'lib xizmat qilgan Eron rejasining 10 bandidan 3tasi buzilgan. Bu haqda Eron parlamenti spikeri Muhammad Bag'ir G'olibov ijtimoiy tarmoqlarda yozdi. U asosiy qoidabuzarlikni AQSh va Isroilning Livandagi sulhga rioya qilmasligi, ya'ni rejaning birinchi sharti sifatida tilga olingan. Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif ham bu majburiyatni aniq aytib o'tdi va Livan va boshqa joylarni o'z ichiga olgan barcha mintaqalarda darhol sulhni to'xtatish darhol. Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif ham bu majburiyatni aniq aytib o'tdi. Livan va boshqa joylarni o'z ichiga olgan barcha mintaqalarda darhol sulhni bekor qilish kerakligi aytildi. Ikkinchi qoidabuzarlik Fors viloyatidagi Lar shahrida yo'q qilingan Eron havo hududiga dronning bostirib kirishi bo'ldi. G'olibov shuningdek Eron Oq uy bayonotlariga zid ravishda uranni boyitish huquqi Tehronning taklif qilingan rejasida ko'rsatilganidan farqli o'laroq, uni boyitishdan voz kechmaganini ta'kidladi. Shunday qilib, muzokaralar uchun juda ishlaydigan asos ular boshlanishidan oldin ham ochiq va ochiqchasiga buzilgan. Bunday vaziyatda ikki tomonlama sulh yoki muzokaralar amaliy emas, deya xulosa qildi G'olibov.